Barchaga xayrli kun. Germaniya davlatidan saytlar orqali hech kimni yordamisiz mustaqil ish topishni o'rganamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Buning uchun brauzerga kirib, ushbu sayt nomini yozamiz. O'tgan safargi videoda ko'pchilikda tushunmovchiliklar bo'lgan ekan. Bugun hech qanaqa tushunmovchilik bo'lmaydi. Bugun videoda batafsil tushuntiraman. Shuning uchun albatta oxirigacha ko'ring. Ushbu saytga kirganimizda barcha vakansiyalar aralash holda chiqib keladi. Vakansiyalarda barcha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Oyliklari, sizdan nima talab qilinadi ko'rishingiz mumkin. Endi esa obunachilardan qishloq xo'jaligi, qurilish va haydovchilik yo'nalishlari bo'yicha vakansiyalarga talab tushganligi uchun ushbu 3 ta vakansiyani ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda haydovchilik. Ko'rib turibsiz, barcha haydovchilikka oid bo'lgan vakansiyalar kelib chiqdi va men Düsseldorf shahrini tanladim. Menga eng yaqin bo'lgani uchun. Siz xohlasangiz boshqa shaharlarni bemalol tanlashingiz mumkin va birinchidagi vakansiyaga kiramiz. Xo'sh. Oyliklari 2,5 mingdan 3,5 ming yevrogacha. Manzil Düsseldorf. Sizda eng kamida B kategoriyada haydovchilik guvohnomasi bo'lishi kerak. Undan tashqari siz 5 yillik ish tajribaga ega bo'lishingiz kerak va 55 yoshgacha bo'lishingiz kerak bo'ladi. Oyliklari 2,5 ming yevrodan 3,5 ming yevrogacha va ingliz yoki nemis tilida gaplasha olishingiz kerak bo'ladi. Ushbu ko'k tugmani bosish orqali keyingi bosqichga, ya'ni ariza berish bosqichiga o'tamiz. Undan oldin esa boshqa vakansiyalarni ham ko'rsatib o'taman. Chunki o'tgan safargi videoda nimagayam bitta vakansiyada topshirgansiz, qolganini ko'rmadik deb qolgan. Mana Düsseldorfdan masalan Berlin shahrini tanlamoqchi bo'lsangiz, bemalol Berlindagi vakansiyalar kelib chiqadi. Bu haydovchilikka oid bo'lgan vakansiyalar. Endi qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha mana vakansiyalar mavjud. Xohlagan yo'nalishingizda qishloq xo'jaligiga oid bo'lgan vakansiyalarni topishingiz mumkin. Masalan, bu Berlin shahri bo'lsa, masalan, menga yaqin bo'lgan Düsseldorf shahrini tanlayman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda vakansiyalar kelib chiqdi. Bemalol xohlagan vakansiyangizga topshirib ko'rishingiz mumkin. Masalan, ushbu vakansiyani ko'rib chiqamiz. Bu yerda aytyapti, sizda siz kompyuter bilan ishlay olasizmi deyapti. Agar siz kompyuter bilan ishlay oladigan bo'lsangiz, ha'ni bosasiz, bo'lmasa yo'qni bosasiz. Ikkinchi, sizda Ausbildung diplomi bormi deyapti. Agar siz Germaniyada Ausbildung qilgan bo'lsangiz va diplomni olgan bo'lsangiz, ha'ni bosasiz. Agar sizda Ausbildung diplomi yo'q bo'ladigan bo'lsa, yo'qni bosasiz. Oliy ta'lim diplomi Ausbildungga kirmaydi. Undan keyin ish vakansiyaga oid barcha ma'lumotlar, sizdan nima talab qilinadi, hammasi yozib o'tilgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Har xil turdagi ish vakansiyalari mavjud. Keyingi yo'nalish qurilish yo'nalishi bo'yicha. Men qurilishda bir yo'nalishni tanlayman va kiramiz. Ushbu yo'nalishda barcha Düsseldorf shahridagi qurilish vakansiyalari kelib chiqdi. Xohlagan, o'zingizga yoqqan, siz ish vakansiya talabiga javob beradigan bo'lgan ishlarga topshirib ko'rishingiz mumkin. Masalan, kirib ko'ramiz. Bu yerda ham aytilyapti, Ausbildung diplomi bormi sizda? Bor bo'lsa borni, yo'q bo'lsa yo'q deysiz. 2800 dan 3200 yevrogacha manzili kiritilgan va sizdan nima talab qilinadi, barchasi aytib o'tilgan. Agar siz ushbu talablarga javob beradigan bo'lsangiz, bemalol ushbu vakansiyaga topshirishingiz mumkin. Hech qanday tushunmaydigan joyi yo'q. Endi xohlasangiz mana Berlin shahri, mayli boshqa shaharlarni ham ko'ramiz. Frankfurt shahrini ko'ramiz. Mana Frankfurt shahridagi ish vakansiyalar kelib chiqadi. Aytmoqchi bo'lganim, barcha shaharlarda
va barcha yo'nalishda ish vakansiyalari mavjud. Endi haydovchilik yo'nalishiga qaytamiz va vakansiyaga topshirishni ko'rsataman. Mana Düsseldorf shahri. Mana boya ko'rgan vakansiyamiz barcha ma'lumotlari bor. Agar ushbu ma'lumotlarga siz javob beradigan bo'lsangiz, ushbu ko'k tugmani bosib, keyingi bosqichga o'tasiz. Ingliz yoki nemis tilini bilasanmi deyapti. Albatta til bilish kerak. Germaniyaga kelish uchun til bilmasdan kelishni tavsiya qilmayman. Mana men ma'lumotlarim. Siz O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekistonni, agar boshqa davlatdan ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha davlatingizni ayni vaqtda ishlatib turgan raqamingizni kirgizasiz. Barcha davlatni raqamlari mavjud. Masalan, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston barcha davlatni raqamlari mavjud. Keyingi bo'limga o'tamiz. Bu yerda manzilni so'rayapti. Men Germaniyada bo'lganim uchun Germaniyadagi manzilimni kiritib qo'yaman. Bu yerga yozaman. Men Münster shahrida yashayman. Va davom etamiz. Bu yerda men bu yerga Lebenslauf, ya'ni rezyume yuklash kerak. Men shunchaki boshqa bir odamning rezyumesini yuklaganman. Sizga qanday qilib yuklash kerakligini aytib o'taman. Buning uchun oddiy ChatGPTga kiramiz va ChatGPTga yozamiz. Menga Germaniyaga ishga ariza topshirish uchun rezyume kerak. Albatta bunga o'zingiz ham yozishingiz mumkin. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Rezyume degani ma'lumotnoma siz haqingizda, tarjimai hol ya'ni. Va men tug'ilgan yilim xo'sh, oliy ma'lumotliman. Undan tashqari, xo'sh, rus tili B2 daraja, ingliz tili B2 daraja, xo'sh, va nemis tili B2 daraja. Haydovchilikda aytaylik 5 yillik staj so'ragani uchun 5 yillik ish tajribam bor. Buni siz o'zingiz topshirgan vakansiyaga qarab yozasiz, o'zingizga to'g'rilab, o'zingizni barcha ma'lumotlaringizni kirgizasiz. Men shunchaki misol keltiryapman. Sizni ishga qabul qilinishingiz sizga ish beruvchilar javob qaytarishni aynan shu rezyumega bog'liq. Shuning uchun chiroyli qilib yozish kerak. Men videoda bo'lgani uchun o'tgan safar tezroq qilgandim. Bu safar video cho'zilib ketsa ham chiroyliroq qilishga harakat qilaman. Mana qolgan ma'lumotlarni o'zi to'ldirib PDF qilib berishini so'radim. Hozir menga tayyor PDF qilib tayyorlab beradi. Videoni hech qanaqa kesmayman. O'tgan safar tushunmovchilik bo'lgani uchun agar video 10 minut bo'ladigan bo'lsa, 10 minut holatda qo'yaman. Qaranglar. Bu yerda mendagi ChatGPT PDF qilib berdi. Agar sizda mana PDF qilib berdi. O'zbek tilida yozgan. Endi buni aytamiz, nemis tilida yozib ber. Mazmunli bo'lsin.
Endi bu nemis tilida tayyorlab beradi. Menda ChatGPT PDF qilib beryapti. Agar sizda PDF qilib bermaydigan bo'lsa, nima qilish kerak? Buni ham tushuntirib o'taman. Mana menga Lebenslaufni qaytadan tayyorlab berdi. Mana bu nemis tilida. Bu shunchaki misol, siz o'zingizning ma'lumotingizni kiritib, iloji boricha to'liqroq va yaxshiroq ma'lumot berilgan rezyume yuklashingiz kerak bo'ladi. Buni men saqlab olaman. Endi agar sizda ushbu PDF chiqmaydigan bo'lsa, menga yozma ravishda tayyorlab bering deb yozamiz. Agar siz nemis tilini biladigan bo'lsangiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi bu tayyorlashda. Mana Lebenslaufni tayyorlab berdi. Mana buni olib nusxalab olamiz. O'tgan safar juda ko'pchilik tushunmagan joyi mana shunaqa ya'ni Google Docs degan programma bor. Mana shu Google Docs degan programmaga kirib, yangi ro'yxatni bosamiz. So'zlat dokument. Bu yerga Lebenslauf deb yozib qo'yamiz. Kirib, ushbu boyagi nusxalagan hujjatimizni bosamiz. Bosganimizda mana tayyor yozildi. Endi chiqib ketganimizda mana PDF holatiga keldi mana. 3 ta tochkani bosib, xuddi shunaqa fayllarga yuklab olamiz. Endi tayyor faylga yuklandi. Endi saytga qaytamiz va Lebenslauf yuklaymiz mana. Bu yerda yuklanadi. Undan keyin ushbu tugmani bosamiz. Siz deyapti ingliz yoki nemis tilini bilasizmi deyapti. Albatta siz bilib kelishingizni men tavsiya qilaman. Shuning uchun bu yerda xani bosamiz va lavozim deyapti, haydovchi. Bu yerga shunaqa yozsak bo'ladi. Agar siz o'zingizning lavozimingizni yozishingiz mumkin. Mana tekshiruv jarayonida barcha ma'lumotlarni yana qaytadan tekshirib ko'r deyapti. Qaytadan tekshirib ko'rasiz. Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, yuborishni bosasiz. Xabar yuborildi. Keyin xabar to'g'ri yuborilgani haqida bir necha daqiqadan keyin mana xabar keldi. Mana xabar. Ushbu arizamiz ya'ni yuborilgan. Sizga 3 kundan 1 haftagacha javob kelishi mumkin. Siz bitta vakansiya bilan cheklanib qolmang. Kamida 10 ta 20 ta vakansiyalarga topshiring. Undan keyin sizda hech bo'lmaganda 2 ta 3 ta ish beruvchi sizga javob qaytaradi. O'shalarda bittasi bilan shartnoma qilishingiz mumkin. Hozir elchixonada ham o'zgarish bo'lgan. Ya'ni agar sizda shartnoma bo'lmasa, hech qanaqa siz elchixonaga navbat ola olmaysiz. Shuning uchun videoni tushunmagan bo'lsangiz yaxshilab ko'rib, keyin bemalol tushunib olishingiz mumkin. Barchaga omad. Xudo xolasa yana Germaniyaga kelish haqida yana ham yangiliklar joylab boraman. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib, Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Barchaga omad.